Endi Guayyu'nun sadaqati bu mu? Çektin aşkaşka Guayyu'nunki mağart emas. En mühimi sadaqatiga asasen bu ilah darajasiga ko'tarilganlik sebep müşede. Endi bu emli turmuşda bununla yetişimi nayt tez iş. Bazılar bunda oylab bununla heves qilgan bilan amaliyotda bunda o'tganligidan o sahip jamal, boylik, nam obro'y bu ish o'tganning hammasini bunda o'tkitish asosan mumkin emas. Shunga bu ilah darajasiga ko'tarilgan. Hem sağ-sağını yaxşı ko'rdiganligi, onun donalığı, jiroqni ko'rarligi, odam tunuydiganligi, ba'ziga kelgan noit shafqatsizligi, mushularni ko'rib sağ-sağ amroqlik qildi. Lekin amaliy turmushda sağ-sağdek bo'lmoq hamdi biz uchun asosan ters deb o'ylasak bo'ldi. Endi masalan Jugulyanning donaligi deymiz. Bularning hammasini o'ylagan vaqtda biz amroq bo'lishimiz sabab bulardagi bu ortiqchilik dal bizga kamchilik. Ya'ni bizda asosan yo'q. Şuna bizde mendin mandak boğusluqqa deb amroqlik qilmaymiz, bularga heves qilamiz. Lekin endi Janfeyning qarsak, bu Janfeyda bor xuluq asosan bizdan bor. Masalan biz bir ko'chada adolatsizlik ishlarni ko'rgan vaqtda Janfeyda berib aralashib mushtlashib ketmasak, ko'nglimizda burun aralashib bo'lamiz. Ey mash-mashda qildi ya, ma ikkisi qarab turib ani bo'zaq qildi. Magu qo'yimchga deb o'ylaymiz. Mashinani ketib berib, bir ishkimizdan deyishib bu gapni qo'yajonini bitimiz zatta. Hem de naq meydan berip aralashmagan bilan. Şuna bu asardagi qahramonlarni biz o'zimizni o'xshitib shularga, o'zimizning bir qahramonni boshqacha bir obraz holatda tasvirlab bir o'ylab olishga nurg'unlar bu o'z ko'nglidagi bu yaxshi bir obrazni, masalan, yeni bir salbiy tarafini echpaga vaqtda noit qaynab ketdi. Masalan, zilongni shunami? Voysa uqmaydi ekansa, u bu deb ketdi. Ondan bularning nazaridagi anch yaxshi emas obraz. Mesela Lyubedin öğrenişimiz gerek o bu diyorlar diğer vakitte qaynab ketdi voysa uqmaydi ekansa, kitobni o'qib so'zlaya, teatrni ko'rib baqqan mu bu diyorlar bak chiqib ketdi. Rasmen oyimda danishim yo'q, men ko'rib baqmaganchu buni. Da o xayol qilib osmonga qarab sanatli so'zlab turyapman mani. Hamda mushundaqlar ashta ping'on qilib turganlar xil barchu yaratma. Shunalar men bularni diqqat qilmay kirib ko'rib baqmay to'xtabdi. Bir donishman, bir tarixshunos ustoz bo'lib qolsa, bihurmatlik qilib qo'ymayman shulardan ya ilm olaman deb kiribdan ko'rib baqmay. Ichidagi zo'pillarni, bularning qilgan to'g'rishan xalit ismlarini ko'rgandan keyin bilimiz bu hem şunun qarablı qanchalik odamligini tushunami? Hamda bo'ldi Janfey g'enib keladi ya, bu Janfey men tillamag'an kim.